Ana endi faqatgina benzinda harakatlana oladigan dvigatellar ishlab chiqarilishdan to'xtadi. Ya'ni legendarniy Toyota RAV4 6-avlodi uchun faqatgina HUV, ya'ni gibridniy dvigatelni yoki PHUV zaryadlash qurilmasiga ega bo'lganlarni bu avtomobillar uchun taqdim qiladi. Lekin bu o'zgarish Amerika, Kanada yoki Yevropaning avtomobillari uchun amal qiladi. 6-avlod RAV4 asosan 3 turga bo'linadi. Birinchi lineykasi bazaviy, ikkinchisi sport, uchinchisi esa off-road bo'ladi. Masalan, LE komplektatsiyasi O'zbekistonga yetib borguncha bojxona to'lovisiz 44500 AQSh dollari bo'ladi. Yoki HEC komplektatsiyasi O'zbekistonga yetib borguncha bor yo'g'i 53000 AQSh dollari bo'ladi bojxona to'lovisiz. Dvigatel hajmi hammasida bir xil. 2.5 4 silindrga faqatgina komplektatsiyadan kelib chiqqan holatda ot kuchlari o'zgarishi mumkin. Eng kamida 235 dan, eng ko'pi 324 gacha bo'lishi mumkin. Ikkita xususni eslatib o'taman. Birinchisi, Telegram kanalimizda uning batafsil ma'lumoti, modifikatsiyasi va rasmlari joylashtirilgan bo'ladi narxlari bilan. Ikkinchisi esa o'zining sifati, ixchamligi va ekonomligi bilan minglagan insonlarning qalbidan joy olgan RAV4 bo'ladi.